Assalomu alaykum do'stlar. Ikki karra Olimpiya, ikki karra jahon chempioni Bek O'zbek Bahodir Jalolov. Bahodir Jalolov, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Kayfiyatlar yaxshimi? Ertangi jangingiz haqida bizga ozgina ma'lumot bersangiz bizga, raqib haqida. Xudo xolasa o'zimiz yurtimizda bo'lyapti. Baribir odam hayajon bo'ladi o'z yurtida. Xudo xolasa chiroyli jang ko'rsatib, xalqimizni, muxlislarimizni xursand qilishga harakat qilamiz. Xudo xolasa yaxshi tayyorgarlik ko'rdik. Oldingi jangim bilan jangga kam vaqt bo'lgan bo'lsa ham, lekin o'sha jangdan sразу mashg'ulotga kirishib, yaxshi tayyorgarlik ko'rdik. Xudo xolasa chiroyli jang ko'rsatamiz. Keyingi planlar, xudo xolasa, keyingi nimalar, rejalar kim bilan jang qilish? Rejalarni baribir keyingi yildan boshlanadi. Keyingi rejalarimiz jangdan keyin o'troq dam olib, keyin safarga ketaman. U yoqda mashg'ulotlarni davom ettiraman. Amerikada yoki aytishadi, menejerlarim saytga chiqsin va bu yoqda xudo xolasa bu yog'iga yaxshi janglar kelayotganini tushunamiz. Sizni kelajakdagi raqibingiz Usyk ham keladi bugun Humorenaga. Endi Usyk, Crawford boks legendalari kelishdi. Ham O'zbekistonga ular ko'p kelib turishadi. Albatta. Bir nima deydi? Boksimiz jahon tan olganidan bildiradi bu ham. Hurmati deb bilaman. O'shaning uchun qancha shunaqa chempionlar kelib tursa, boshqa sportchilarga ham motivatsiya bo'ladi. Do'stlar, ikki karra Olimpiada chempioni Bahodir Jalolov bunaqa natijaga og'ir vazn bokschilar hech kim erishgani yo'q. To'g'rimi Bahodir? Inshaalloh.